Voy. Ey, alkash er. Man umrimda ichmaganman, tushunyapsanmi? Isbotla olmaysan. Isbot dalil topamiz. Oyjon! Oyim uydalami? Shoshma. To'xta. Nima? Oyimga aytib o'tirmagin. Axir men umrimda ichmaganman. Bo'pti. Oyjon ketmayman. Lekin buni evaziga meni bitta joyga olib borasiz. Avval tualetga borib kelay, keyin любой joyga boraman. Tushunding? Tinchlikmi? Qayoqqa? Shu bitta duo bering. Keliningiz bilan bir aylanib kelaylik. Aylanishga bo'lsa xotin bilan, a? O'zi qayoqqa ketyapsizlar? Biz o'g'lingiz bilan birinchi muhabbatlarning yoniga borib kelaylik. Kelin, mayonez bilan urishib qolmadingizmi? Gapiring, yo kecha qayerga holda kelganingiz oyjonga aytdingmi? Oyjon, bitta bayavoy duo bering. Bormasak bo'lmaydi. Точнimi? Точный. Qani ilohomin, tinchgina borib tirik qaytinglar. Bir-biringni go'shtini yemasdan bus-butun qaytib kelinglar. Allohu akbar. Mana, yetib keldik. Xotin, birinchi muhabbat haqida senga tushuntirib beraman. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Men birinchi muhabbatni parkni nazarda tutgandim. Siz qachaylarsiz o'lib qolasiz-ku? Kachelan jinnisiman-ku. Yaqinda tug'ilgan kuningiz-ku, shunga sizga chotki park topib qo'ydim. Alpenland. Aytdim, kelganda qandaydir shvetsarskiy pagodani sezdim. Kachelani ketiga ulab uchaman-ku. Yuring. Qayerdan boshlasam kerak? Va kim qarayapti? Men piyalada uchaman. Butun shahar ko'rinadimi? Конечно. Borib vashsha maza qildim borku. Bolalar bilan gezga bo'lar ekan, maza qilib aylanadigan joy ekan, a? Bu yerda bolajonlarimiz uchun attraksionlarning xil-xilidan bor. Atmosferasini ko'ryapsizmi? Salqin, soya, yam-yashil, oilaviy dam olish uchun piknik zonalari to'lib yotibdi. Siz manzilni ko'rdingizmi? Uyimizga bir qadam mana chimdan perikroska. Undan tashqari Mirzo Ulug'bek tumanidagilar, Yunusobod tumandagilar, Tetizdagilarga ham yaqingina. Ha, yana 28-iyun kuni aynan mana shu parkda Qozoda Do'stov o'zini gala konsertini berar ekan. Bu konsertgacha 50 dan ortiq bloger bilan san'atkorlar kelar ekan. Lazi Terminator. Bu gapni senga hech qachon aytmasam kerak deb o'ylovdim. Lekin bugun kunchi rahmat. Maza qildim. Ha, aytgancha, boya birinchi muhabbatingiz haqida nima demoqchi edingiz? Hech narsa demoqchi emasman. Tushundingmi? Hech narsani tushuntirmoqchi emasman. Dadasi. Korotchi borku, bitta psixologni chotki gapini ko'rdimda, kakkiras ikkalamizga tegishli. Sen mana shu tarafdan yugurib kelavermagin. Hamma videoyimiz bir xil bo'lib qolyapti. Yana bitta psixni gapini ko'tarib kelding, a? O, menga qara. Hozir mana shu gaping mashetni barbod qiladi, tushundingmi? Ko'p gapirmang. Men ularni hurmat qilaman. Axir men sobiq lazi psixologman. Korotchi, gap eshiting. Tuppa-tuzli tirikchiligingizni rasvo qildingiz-da, lazi psixolog. Tushunchasini eshitdik. Buni ham eshitaylik. Nimaga? Aslida er-xotin o'rtasida sevgi degan narsa yo'q ekan. O'zimdan shubhalanib yurdim. Demak, men haq bo'lganman. Keyinchi? Mana biz siz bilan doim janjal qilamiz-ku, lekin aslida bu janjal plyusga ishlar ekan. Bizning sevgi shunaqa dahshatki. Uzoqdan ko'rgan odam bu oila parokanda bo'lib ketdi deb o'ylaydi-da. Bilmaydi-da seni kimligingni. Eshiting. Xullas, o'sha janjal mana shu er-xotin o'rtasidagi sevgini yangilab, obnovleniya qilib turar ekan. Xotin, bu bizning janjalimiz sevgini obnovleniya qilmaydi-yo. Udaletga yaqin shu borib keladi-da. Shuning uchun siz oramizdagi janjaldan umuman xavotir olmang. Bu bizning sevgimizni charxlab turadi, yangilab turadi. Sevgimizni urovinini oshiradi. Ha, bu sevgimizni urovinini oshiramiz deb sevgimizni qorong'u bir teshikka tiqmasak bo'ldi-da. Nima farqi bor? O'sha qorong'u teshikda ham sevgimiz yangilanib tursa bo'ldi-da. Sen meni jicha noto'g'ri tushunding-da. U teshikdan chiq. Xullas, tayyor bo'lib turing. Kechki sevgimizni bir yangilaymiz. Bu xotinga ishonib, sevgini obnovit qilaman deb shu udalet qilib yormasak bo'ldi-da.